paytda bir chiroyli oyat keltiriladi. Ya ayyuhallazina amanu udkhulis silmi kaffatan degan oyat bor. Kichkina boshi bu. Bunda nima deyilyapti? Alloh taolo aytayaptiki, ey iymon keltirganlar, islomga to'lig'icha kiringiz deyapti. Mantiqqa qarang. Ey iymon keltirganlar, islomga to'lig'icha kiringiz deyapti. Ya'ni o'zi asli iymon keltirsa, o'sha Allohning borligiga iymon etsa, masalan biz ham musulmon deymiz, dindor deymiz. Lekin davomida yana kelyapti, islomga to'lig'icha kiringiz deyapti. Bu joyda o'zi yo ko'pchilik o'qib anaqa qilmaydi, e'tibor bermasligi mumkin, lekin bu asosan savol. Bu iymonni bu yoqda, ya'ni iymon keltirganlar deb aniq qilyapti, bu yoqda yana islom haqida aniq qilyapti deyiladi. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, musulmon degani yoki dindor degani biron bir amalga qattiq aniq qilgan yoki bo'lmasa o'sha aynan bosib namoz o'qiydigan bir toifalar bor. Ya'ni qattiq namoz o'qiydigan, doim, ya'ni namozida oshirib yuboradiganlar bor. 5 vaqtdan tashqari yana nafl ibodat qilib, men ishlamayman, faqatgina namoz o'qiyman toifasidagi kishilar borda. Bu kabi kishilarga dinda g'ulu ketganlar deydi, g'uluga ketganlar deydi. Va yana bir toifa kishilar bor, bular Alloh taologa iymon keltirgan, ya'ni misol qarasangiz amalida, qilayotgan ishida, o'qiydi, ishini bajaradi, halol rizq topadi, o'zini kasb faoliyatini qiladi. Agar gapirsangiz, bu odatiy mana bu dunyosida yashayotgan hayotiga bu qattiq ta'sir qilmaydi. Aynan. Bittasi aralashtirmaydi mana bu suhbatlarda, nimalarda aralashtirmaydi. Ikki toifa haqida gap ketyapti. Bittasi iymon keltirgan va o'zini ishlari, faoliyati bilan yuraveradi. Bo'ldi. Balkim namozni o'qishi mumkin va hokazo. Masalan, va yana islomga kiringiz degani to'lig'icha islomga kiringiz deyapti. Bu yerda nima nazarda tutilyapti deyilsa, bunda islomning o'zining tag ma'nosini ko'rish kerak edi. Avvalambor islom haqida masalan hozir kungacha shuncha odam ilmiy tadqiqot qilgan bo'lsa, islom haqida hali bizda to'liq tushunchani o'zi yo'q. To'liq. Masalan, islom bizada deganda insoniyatda deyapsizmi yo bizning jamiyatda demoqchimisiz? Umuman hamma joyda. Masalan, islom haqida kimdir salomatlik deydi, kimdir tinchlik dini, kimdir xayr deydi. Va hokazo. O'sha ta'riflar ko'pda, muayyan bittasi yo'q demoqchiman ya'ni. Hamma har xil talqin qiladi. Hamma har xil talqin qiladi. Aynan, talqinlari har xil. Endi buni qarang, o'shaning uchun islomga kiringiz degan ma'nosini ko'rish uchun aynan islomning lug'aviy ma'nosini ko'rish kerak. Islom aslamadan olingan bo'lib, bu bo'ysunmoq degani. Ya'ni Alloh taoloning farzlariga va payg'ambar alayhisolamning sunnatlariga bo'ysunish. Endi eng katta xato ana shunda ketadi. Ko'pchilik o'ylaydi, Alloh taoloning farzi va sunnati faqatgina, diqqat qiling, faqatgina namoz, faqat ibodat, faqat o'sha masjiddan chiqmasdan anaqa ibodatda o'tirish, roza, zakot deb o'ylaydi. Vaholanki Alloh taologa bo'ysunish bu degani axloq degani, bu degani ma'rifat degani, bu degani muomalat degani, bu degani savdoda o'sha tarozidan urib qolmaslik degani, bu ijtimoiy adolat degani, o'zaro yaqinlik, oila masalan ichiga hammasi kirib ketadi. Lekin bugun nima kuzatilyapti? O'shanda farqlilik, ya'ni namozimni 5 vaqtimni o'qisam bo'ldi, uyga chiqib ketadi, kimdir dilini og'ritadi, ishida kimdir bilan kelisha olmay qoladi va hokazo. Ya'ni ko'chada xohlagan ishini qilib yuriydi, xohlagan odamini masalan ko'nglini og'ritib yuriydi. Uyga kelsa yana 5 vaqtini o'qib ketaveradi. Nimaga bunaqa qilyapsiz? Axir siz namoz o'qiysiz desa, bo'ldi, men namozimni 5 vaqtimni o'qiyapman, mendan so'ralgan shu boshqasi menga anaqa qilmaydi deydi. Vaholanki xo'ja kursinga bo'lib qolyapti. Mana shu yerda qiziq tendensiya bor-da, masalan, ba'zilar bu ham yana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinadigan tendensiya, vaynlar qilishadi, qanaqa video qilishadi-yu, diniy ibratli video qilishadi. O'sha yerda psixologik nuqtai nazardan bitta tendensiya kuzatiladi-da, ya'ni masjidga borib namozga o'qiyotgan odam, personaj, obraz yoki odam, balki ko'cha-kuyda ham bu narsa sezilar. O'zini namoz o'qimaydigan yoki masjidga bormaydigan musulmon yoki musulmon emas, umuman boshqa odamlardan nisbatan xuddi o'zini teparoqqa qo'ygandek. Ya'ni tepadan turib gaplashishni boshlaydi-da. Men o'ylayman, bu ham qanaqadir o'sha noto'g'ri, ya'ni kibrcha kulgili narsa bo'lib ketadi-yu, shu tomonga yaqinroq o'zini tutishday deb o'ylayman-da. Ya'ni masjidga borish va namoz o'qishni prestij, ya'ni qanaqadir bir, qora jentrada yurgandek narsa sifatida ko'rsatishadi. Lekin ibratli vayndagi nima hayotga to'g'ri kelmaydi. Do'konga borasiz, qatgadir hojaka deb turib kiydirib tashlaydi hammasi. Shunaqa chiroyli gapiradi, hammasi bilan gapiradi.
lekin kiydirib turadi. O'zi ham bilib turadi katta ehtimol. Bilmasdan qilmayapti ular. O'sha bu ko'pincha bolalar, yoshlar orasida ko'proq uchrayapti. Endi yana boyagi masalaga qaytaveradi. Masalan, odam ibodatini qilsa, boshqa qilsa, yana boshqalarga dilozorlik qilsa va hokazo. Ya'ni ibodat plus gunoh amallarini bemalol qilib yuraversa, ana shu odamlarni bemalol tanqid qila olasiz. Nimaga? Sababi u boyagi oyatga to'g'ri kelmayapti-da. Islomga to'lig'icha kirmoq degani bu faqat namoz, ibodatda bo'lmayapti-da. Bu aqlda bo'lyapti, bu odobda bo'lyapti, bu xulqda bo'lyapti, o'zini tutishida bo'lyapti, madaniyatida bo'lyapti. Nima kiyim kiyyapti, qanaqa ahvolda kiyyapti? Masalan, poklik masalasida kirmi kiyimini yo rasvo ahvoldan masalan deb bo'lishi mumkin-ku. Aynan ana shu joyigacha to'liq kirishlik masalasi bu yerda ko'tariladi aslida oyatda.